Biz endi uy ko'rsatamiz sizlarga. Shahristanskiy degan obyektimizni sizlarga bitta maqtaning. Paradniy eshigimizni kofkachimizning ishini bitta ko'ringlar. Yorug'lik tushyapti. Umuman valna yo'q, svarka izi yo'q. Dizaynni ham kofkachiga chizdirganmiz. Landshaft ishlarimiz bitdi. Polga Ispaniya kafel ishlatganmiz. Bu yerda letniy kuxnyamiz bor. Letniy kuxnyamizning fartugi ham Ispaniya kafel bo'lgan. Ventilyatsiya qo'shimcha qilganmiz. Podsetkalar bilan. Stolishnitsiga oq marmar ishlatganmiz. Ko'p joyda bash teylari ochib yotadi. Biz oynali polkali qilganmiz. Texnikali bo'sh. Bu yoq tortmali. Letniy kuxnyaga juda ham kerak narsa bu. Rakvinamiz ham katta qilingan. Franki brendidan. Tepasiga shkaflar berganmiz. Qo'limizga mikroklimat qilganmiz. Yozda salqin bo'lib turadi. Restoranlarda ko'rasizlar, xuddi shunaqa pastgacha ham suv tushmaydi. Lekin yaxshi shamol aylantirib beradi. Divanni zona qilganmiz. Interyer qismimizda neoklassik stilda bo'lgan. Katta televizor qo'yganmiz. Radiatorlar dekorativ radiator. Romlarimizda polgacham bo'lganligi uchun. Bu yerda ham domofon bor. Konditner termodachigimiz. Bu yerda letniy o'tiradigan joy, televizor qo'ysa ham bo'ladi. Havo eng zo'r aylanadigan joy. Yozda ham havo zo'r aylanadi. Fasadimizdan Leonardo qilganmiz. Plyonkalarimiz ham usti oynali qilingan. Faqatgina podolga tushirishimiz leksan qilingan. Silik turbalarimizni to'lburchaklarni shunday yasattirganmiz. Fasad figuralari bilan individual yasalgan. Bu tarafga jaluzi qilganmiz. Qo'shnilarga ko'rinmasligi uchun. Hop, uyimizga kirish eshigimiz alyumin eshik qilingan. Hop, eshikdan kirishimiz bilan polimiz kafel qilingan, qolgan joylari laminat qilingan. Shkafimizning har bitta tegalari devorimizning tegalari bilan bir xil. Dizaynda shunaqa berilgan. Restoranlarimiz qoldi. Bu Wi-Fi. Har bitta etajda Wi-Fi o'rnatilgan. Hop, zalimizning eshigi ikki tabaqali, reflyorli oynali. Hop, metallitskiy qilingan, ramkalari shu rangiga mos obshivka qilingan. Bu yerda televizorlarimiz, stol, bu zal. Hop, bu yerda kundalik o'tirish uchun stol zona bo'ladi. Televizor zona. Oshxonamizning eshigi razdejdon qilingan, kelasi ham ochib yopiladi. Davutchiklar qo'yamiz. Mexanizm faqat tepadan. Pastda umuman parok yo'q. Bu oshxonamiz. Hop, bu yerda mo'yka joylashtirganmiz. Bu tarafda esa gaz plita, рабочий zona. Pechlar hammasi bo'sh qilingan. Bu xolodilnikimiz. Kichkina xolodilnik emas bu, katta xolodilnik. XXL. Stolishnitzamiz tosh. Bu yerda podsetkalar qilganmiz. Eshigimiz ochilsa ham mexanizmlarimizdan davutchiklari bor. Bu yerda birinchi etajda spalya bor. O'zini sanuzeli garderobi. Garderobni ham reflyorli oyna qilingan. Korpuslar MDF laminat qilingan. Ko'pchilik shu zinamizga qiziqib o'tdi.
sirg'anmaydi. Perelamizni podsvetkali qilganmiz. Bu yerda namozxona. Bu yerda sanuzel. Xo'p, hozir sizlarga katerni qismini ham ko'rsataman. Bu podval qismimiz. Bu esa prachniy. Kir yuvishlarga juda ham udobniy bo'lgan. Kichkina vanna qo'yilgan bu yerda. Shkafli qilingan. Hop, bu yerda sushilka. Bu yerda polkali qilganmiz. Patologimiz grilyato qilingan. Bu yerda katerniyimiz. Katerniyimiz injenerskiy proyekt qilib keyin qilingan. Mana injenerskiy proyekt qayerdan qanaqa turba o'tishi, qanaqa material ketishi hammasi proyektda ko'rsatiladi. Materialda ham 2 yoki 3 spiskada keladi. Ko'pchilik 5-6 ta spiska qilib materiallarni ham olib qo'yishadi. Va oldindan qancha hisobi chiqishiga ham aytib bo'lmaydi. Bu yerda 90% oldindan qancha hisob chiqishi ma'lum bo'ladi, hamma narsa ko'rinadi.